Assalomu alaykum o'rtoq ishchilar. Xudo xohlasa mana Yunusobodda Xonsaroy 15-etaj ikkita bir xonali kvartira. Shularni montajini qildik. Mana eshikdan kiraverish. Koridorlarimiz topli pol. Unitaz hojatxona отдельный. Va tahorat pistoleti bor u yerda. Koridordan kirib, bu yoqqa hammom. Mana eshikda rakvina bo'ladi. Ro'parada kir mashina bo'ladi. Tepasida mana palatensiya shilka bor. Qirol razmerga tashaldi. Devorlarda o'yib, mana dushovoyga sovuq suv tashaldi. Bu ham chopli pol. Va oshxonaga sentralniy kranimiz, счетчик. Mana o'sha kuxniyaga bo'lyapti. Bag'i mana kotelga separator tashladik. 3 ta nitkamiz, 2 ta batareya bilan sushilkaga, ikkitasi chopli pol. Bittasi koridorga, bittasi hammom, tualetga. Mana bundan bemalol gradusini o'zgartirib qo'ysalar bo'laveradi chopli poldikini. 40-45 qilib. Tepasiga kotellarimiz o'tishiga bor, mana tayyor. Mana batareyamiz, loshovoy sistema bo'ldi mana. Kranlarni o'rab qo'ydik, чтобы kir bo'lmasligi uchun. Buni batareyalarni o'rnatdik. Bu yoqda zalga kirganda mana bu yerda batareyamiz bor. Batareyamizning loshovoy bo'ldi mana. Devorlar kesib tiqib konkretniy tushdi. Endi bu yog'ida xolasa mana ikkita bir xonalikda o'rtasiga mana eshik ochilgan. Bu yoq mana koridor. Ikkita hammom tualet birga bo'ldi. Mana o'rtasini inventasicha bekitilsa, garderobniy bo'ladi bu eshikda. Koridorlarimiz ham chopli pol bo'ldi. Hammomimiz общий bo'ldi bu yerda, qo'shib yuborildi. Ro'parada hojatxona bo'ladi. Uni oldida kir mashina tepasida sushilka bo'ladi. Bu yoqda mana rakvina bo'ladi, mebelni qo'yiladi. Bu yerda tahoratga pistolet, bag'i dushovoyimizga sovuq suv. Ulitga shahrida mana to'qib, shaklida to'qildi. Devorlarni kesib mana qilib mana kanalizatsiyalargacha tiqib borildi. Mana ro'para stenani nesushi bo'lgani uchun tashqariga chiqardik. U tayinimda korb qilib, to'rtburchak qilib qo'yiladi. Chunki unitaz orqasida, kir mashina orqasida ko'rinmaydi. Mana bu yog'i kuxnyamizga sovuq suv tashaldi. Kanalizatsiyasi. Mana bu счетчигimiz. Bu mana bu yoqqa ham mana separator qo'yildi. Separatorimiz o'sha 3 tasi mana batareyalarga, bittasi sushilkaga, ikkitasi chopli polga. Xudo xohlasa kotelini ham qo'yamiz tepaga. Zo'r chiqdi, montajlarga gap yo'q. Mana bu yerga mana batareyasini qo'ydik. Montajlarga gap yo'q.